Bugun sizlar bilan aerogrillda baqlajon pishiramiz. Buning uchun bizga 200 gram tovuq filesi, 3 ta kartoshka, bitta baqlajon, bitta bolgarskiy, 2 ta mayda pomidor va 2 donagina chesnok kerak bo'ladi. Tovuq filemizni mayda-mayda qilib to'g'rab olamiz. Kartoshkamizni iloji boricha ingichka qilib to'g'raymiz. Barcha mahsulotlarimizni somoncha shaklda to'g'rab olamiz. 2 dona chesnokni tabingizga qarab qo'shsangiz bo'ladi, xohlamasangiz qo'shmang. Bu ovqatni men juda ham ko'p pishirib yeyman, chunki hozir to'g'ri ovqatlanishdaman. To'g'ri oqatlanish degani bu nimalargadir cheklab qo'yib ovqatlanish emas, shunchaki hamma narsani kaloriyasiga hisoblab yeyish hisoblanadi. Ko'pincha baqlajon pishirishganda juda ham ko'p yog' ishlatishadi va shuning evaziga ovqatda kaloriya juda baland bo'lib ketadi. Men bu ovqatga 2 qoshiqgina yog' ishlatganman. Bu ovqatimizning kaloriyasi past, chunki deganda 2 qoshiqgina yog' va har xil sabzavotlardan foydalanaman. Shuningdek, odam organizmiga eng zarur mahsulotlardan biri bu oqsil hisoblangani uchun tovuq filesida oqsil juda ham ko'p. Shuning uchun tovuq filesini aslida ko'p ishlataman kundalik ratsionimda. Tabimizga ko'ra universal pripravadan ham ishlatsak bo'ladi. Aerogrillga 200 gradusga yarim soatda pishirib olamiz va pishirish jarayonida ochib 2 marta aralashtirib olamiz. Ovqatlanayotganingizda doimo bir tarelka kletchatkaga boy salatdan iste'mol qilish esingizdan chiqmasin. Yoqimli ishtaha.